Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırırız. Endiki mavzumuna bugünkü ıslah 2021 yıl 4. ayının 23. günü. Bugün mavzumunda Prezident Joe Biden Avrupa'ya verip NATO'nun yukarı dercilikle yığınıga katlaşıdı. Cungo ve Rusya'nın Hristiyanlarga karşı duruş mühim vazifidir. Mühim mavzudur, keçiringlar, mühim mavzudur. Mavzulu haber 4. ayının 23. günü Amerika Ovazı'nın Xitay tili programı e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Şimali Atlantik Okean Ahdi Teşkilatı'na a'zo davlatlar 6. ayının 14. günü Brüssel'de yukarı derecelikle yığını ötküzüdü. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden NATO'ga a'zo başka devlet rahbarları bilan birlikte NATO bilan Rusya ve Cungo o'rtasidagi ciddi munosabatlar to'g'risida ve NATO'nun Afg'onistondan chekinib chiqishi to'g'risida NATO'ga a'zo 30 davlatning istiqboli to'g'risida muhokama elib boradi. Bu qatam bu yığın ekranı da sözlü şeklinde ötküzülmeydi. Bu qatam bu yığın ekranda sözlü şeklinde ötküzülmeydi. NATO'ga a'zo barliq davlat rahbarlari, cümleden Amerika prezidenti Joe Biden hammasi Brüsselga yetib keldi. Bu qatamqi yığınga qatnashdi. Bu ham prezident Biden Oqsaroyga kirgandan keyin tunji qatam Yevropani ziyorat qilgan bo'lib hisoblanadi. NATO'nun katibi Stoltenberg 4. ayının 22. günü bayanat e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Bu yig'in NATO bilan Yevropa va Shimoliy Amerika o'rtasidagi uzun munosabatni mustahkamlaydigan bir qatimliq o'ziga xos fursatdir. Katip Stoltenberg yana mundaq ko'rsatdi. Bu qatam o'tkaziladigan yuqori darajaliklar yig'ini bexatarlik xirislari, terrorizm tahdidi, to'g'ri hücumu, pen texnika ta'siri, kelimat o'zgarishi elib kelgan bexatarlik ta'siri va Jungo'ning bosh ko'tarishi qatorliq masalalarni muhokama qildi. NATO'nun bu qatimqi yig'ini Jungo va Rossiyaning tahdidi og'irlashgan bir paytga to'g'ri keldi. Rusya, Ukrayna chegarasiga 100 ming kishilik askariy qo'shin to'pladi. Ikki taraf o'rtasida urush portlash oldida turdi. Balki Amerika bilan Jungo o'rtasida umumyuzlik qarshilashish Prezident Joe Biden Oqsaroyga kirgandan keyin pastko'yiga tushadigan alomatlar ko'rilmadi. Aksicha ikki taraf, ya'ni Jungo Amerika taraf Tayvan bo'g'ozi Janubiy Jungo dengizida o'zaro harbiy harakatlarning elib berilishi bilan atrofdagi davlatlarga bosim paydo qildi. Prezident Joe Biden hukumati sobiq prezident Trumpning o'z oldiga Jungoning kengaymichilik siyosatiga qarshi turishidan voz kechib, aksicha ittifoqdoshlar bilan hamkorlashib, Jungoning siyosatini cheklamoqchi bo'ldi. Prezident Joe Biden NATO'ni kuchli qo'llaydigan prezidentdir. Nurg'un zo'r masalalarda NATO'ga a'zo davlatlar boshliqlari bilan maslahatlashib ish qiladi.